Ushbu elektromobilni test qilib ko'rishga ruxsat berganliklari uchun uning egasi Azizbek akamizga minnatdorchilik bildiramiz. Demak, biz testimizni ushbu ikkita qurilma orqali amalga oshiramiz. Mikro Tesla tester elektromagnit maydonni tezkor tekshirish uchun ishlatiladigan Xitoyda ishlab chiqarilgan qurilma. U E-Field orqali elektr maydonni voltmetrda, H-Field orqali magnit maydonni Mikro Teslada ko'rsatadi. Trifield TF2 AQShda ishlab chiqarilgan elektromagnit maydonlarni 3 xil rejimda o'lchaydigan EMF apparat bo'lib, asosiy tekshiruvimiz shunda olib boriladi. U magnit maydonni, elektr maydonni, RF esa radiochastota to'lqinlarini ko'rsatadi. Standart rejimi oddiy texnik o'lchov uchun, Whitehead rejimi esa inson tanasi turli chastotalariga sezgirligini hisobga olgan baholash uchun ishlatiladi. Avtomobilimizni o'chik holatda o'lchab ko'ramiz. O'rindiq qismi markaziy konsolga monitor, torpedo, rul ko'ryapmiz, o'chik holatda yo'qligini. Kamerani yaqinroq olib keling. Orqa o'rindiqqa o'tamiz. Bolalar ko'p o'tiradigan hudud ko'rinyapti. Oyoq qismi endigi ko'rsatkichimizni Trifield TF qurilmasi bilan davom ettiramiz. Hop. Magnit maydonni ko'rib chiqamiz. 04. Torpedo qismida 04. Rul qismida 04. O'rindiqqa yaqinroq olib kelasiz. 08. 02. Oyoq qismi 13. Orqa tomonga o'tamiz. Bolalar ko'p o'tiradigan hududimiz 02. O'sh tepa qismi 02. Past qismi 04. Birdan elektr yo'q. O'chik holatda ko'ryapmiz 0 ga teng ekanligini. Old qismiga o'tamiz. Xo'sh, rul 0, monitor 0, torpedomiz ham 0. Markaziy konsol bor. Oyoq qismiga tushamiz. Pastki qism. Radio chastotasini ham ko'rib chiqamiz. Mashinamiz o'chik holatda. 2.5 ko'rsatkich monitorda. Antiradar tizimi 3, 2.9. Mashinamiz o'chik holatda ham. Pastki qismi radio chastota. Xo'sh, konsolni ko'rdikmi? 2.7, 2.6. Rul qismimiz ko'rinyaptimi? Rul qismimiz. O'rindiqqa yaqinroq olib kelasiz. Oyoq qismini ko'rib chiqamiz. 1.9. Oyoq qismi 2. Orqa o'rindiqqa o'tamiz. Radio chastota orqa o'rindiqda 2.1. Bolalar joylashgan hudud 2. Yuqori qismni ham olib oling. 4, 8.
Oyoq qismi 2-4. Eshik 2. E'tiborli bo'lamiz yurtdoshlar. Avtomashina yoniq holatda, lekin harakatsiz. Qo'limdagi qurilma Trifield'da davom ettiramiz. Markaziy konsol, monitoring, elektromagnit maydon darajasini aniqlayapmiz. E'tiborli bo'linglar. Ruldagi ko'rsatkich 1.4, 1.5. To'rtgacha chiqdi. Magnit maydon 0.3. Oyoq qismidagi magnit maydon orqa o'rindiqqa o'tamiz. 0.4 yuqori qism, 0.3 tepa qism. Oyoq qismi. Keling eshikdagi holatni ham bir ko'rib o'taylik. Elektr maydonni ham birdan ko'rib o'tamiz. O'rindiqda 0. Yuqori qismda elektr maydon. Ko'ryapmizki, mashina qo'shilgan bo'lsa ham yuqori qismda, eshik qismida elektr maydon 0 ga teng. Haydovchi o'rindig'i 0. Markaziy konsol. Monitorimizda elektrik maydon bor. Torpedamizda rulda oyoq qismida elektr maydon yo'q. Endi do'stlar, radio chastota to'lqinlarini ko'rib chiqamiz. 2.9, 3.7. Xo'p, o'rindiq, haydovchi o'rindig'i 3.4, 3.9. Eshik qismini ham oling. 2.2. Orqa o'rindiqqa o'tamiz. Bolalar joylashgan hudud 2.1, 2.2. 2.2 ni o'zi. Yuqori qism 2. Oyoq qismi 2.2. Eshikka ham e'tibor qaratamiz. 2. Yurtdoshlar, elektromagnit maydonimizni Whitehead rejimida ham o'lchab ko'ramiz. Haydovchi o'rindig'ini ko'rsatamiz. 5. Orqa o'rindiqqa o'tamiz. 0.7. 0.9. Yuqori qismi 0.4. Pastki qism 1.6. Endi navbat orqa o'rindiqqa, orqa bagajga. Keling. Ikkita qurilma bilan ham tekshirib ko'ramiz. Ko'ryapmiz, bu qurilma bilan 0.45-55 ko'rsatyapti. Uzoqqa ketmang, men shu yerdaman. Trifield'imiz 3.2.8, 2.7,
Elektr maydonichi. Magnit maydonini ko'rdik. Elektr maydon 0. Har xil nuqtasida har xil ko'rsatkichni ko'rsatmoqda. 0, 1. Whitehead rejimini ham ko'rib o'taylik. Whitehead rejimida magnit maydonimiz 7 nisbatan balandroq, intensiv ko'rsatkich hisoblanadi. Radio to'lqinli chastotamiz 2,5. Qurilish strukturasi uning sof elektr yoki gibrid ekanligi jihatlariga ko'ra farq qilishi mumkin. Aziz akaning elektromobili haqida ham yakuniy xulosa chiqara olmaymiz. Sababi uni tekis, jadal tezlanish va keskin tormozlanish holatida hosil bo'ladigan elektromagnit maydonini ham tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Soham yuzasidan aytishim mumkinki, keyingi raqamlar bundan ancha farq qilishi mumkin. Keyingi videomizda albatta buni sizga tekshirib ko'rsatamiz. Bir so'z bilan aytganda, biz elektromobilga ham, sizga ham yon bosmaymiz. Biz qurilmalar aytgan haqiqatni gapiramiz. Bizni kuzatib boring. Qiziqdan qiziq, yangidan yangi videolar hali oldinda.